Toshkentning eng skandalniy blogerini, eng skandalniy, opasniy rayonga keldik. Qani ko'ramiz bularni uyidan. Nech pul berar ekan? Hamma aytganchalik puli bormikan ko'ramiz. Skandal ovozi bunaqa bo'lib qolyapti. Unga moslashmoqmiz. Qani ketdi. Ana aytdim sallaga. Mohlichi? Hech narsa emas. Shunaqa parodan bo'lib turadi. Hozir biz makina Zapolskiy uyidan topolmadik. Assalomu alaykum. O'shaning uchun ishxonasiga bostirib kelyapmiz. Qani ketdi. Go. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Bizlar keldik. Ramazon yo'lida izlab keldik. O'choqda kul, karvonda pul. Chiqarib qoling $1000 pul. $1000 pulning bog'i bor, bog'ida anori bor, anorining ichida shaqir-shuqur pullar bor. Opchiqing, davg'araga solib chiqib, bari topamiz. Maqsad qo'ydik, biz yetamiz. Uyishga ham bordik. Qizing kutib oldi. Ataganizi Ramazonchilarga davay. Ramazon etdik. Keldik eshigingizga. Qo'chqorday o'g'il bo'lsin beshigingizga. O'tlar bog'i bor, bog'ida anori bor, anorining ichida To'xta. Mana qara. Mana bog'ini Zapolskiy. Ol, mana ol. Mana olmaslikda bitta apparatni olinglar. Agar Ramazon pullarimiz yo'q bo'lib qolsa, Nigosh chetga ham bo'ladi. Nigosh, men bilan Mana Zapolskiyada ham choy ichib, mazza qilib. Voy, assalomu alaykum. Bizlar keldik. Ramazon yo'lini izlab keldik. O'choqda kul, karvonda pul. Chiqara qoling $100 pul. $100 pulni bog'i bor. Alorini inasa qara qishni olar. Qalin pulini ko'p olib kelinglar. Bu qimmat kelar, между прочим. Uy joyi bilan ketdik. Mana biz makina Zapolskiydan chiqdik. Ko'rdinglar. Eng anaqamiz kim bo'lsa yozib qo'yinglar kommentariyaga va like bosib repost qilish esingizdan chiqmasin. Biz ketdik dalshi. Ketdimi? Ketdi.